Assalomu alaykum. Men Siyob ferma rahbari Murodov Azizman. Siyob ferma 2012-yilga tashkil topgan bo'lib, hozirgi kunga ishonchli va sifatli kompaniyaga aylanganmiz. Bugungi kunga 250 nafardan ortiq ishchilarimiz ishlaydi. Kuniga 35 ming 40 mingta tovuq so'yamiz. Har bitta tavug'imiz maxsus apparatlarga emas, qo'lda so'yilgan. Tovuqlarimiz tabiiy yetishtiriladi va shunga yarasha mahsulotlarimiz tabiiy va sifatli chiqadi. Bugungi kunga Siyob ferma mahsulotlari O'zbekistonning deyarli barcha savdo nuqtalariga mavjud. Siyob ferma mahsulotlari oddiy tovar emas, balki siz va bizning dasturxonimizga boradigan sifatli va ishonchli mahsulotdir.